Yopilib ketgan yana bitta kanalimizni ochib berdik. Bugun 4-iyun sanasi do'stlar. Mana apellyatsiya ko'rsanglar bo'ladi. Siz apellyatsiyangiz xullas ko'rdik va kanalingiz muvaffaqiyatli tiklandi. Ya'ni apellyatsiya muvaffaqiyatli bo'ldi va kanalingiz tiklandi. Sabringiz uchun rahmat deb yozibdi. Do'stlar, bu narsani tushundim. Endi men shaxsiy fikrim, spam bo'yicha yopilib ketgan kanallar bo'ladi-yu, mana shunaqa. Endi men oxirgi jarayonlarda tushunib ko'ryapman. Bu hozir 3-mi kanal. Ketma-ket 3 kanal tashladim, uchalasi ham ochildi, spam bo'yicha yopilgan kanallar. Oldin masalan 10% ochilardi-da, 100 ta kanal tashlasak 10 tasi ochilardi, misol uchun. Hozir oxirgi paytlarda 3 ta tashladim, uchalasi ham ketma-ket ochildi. Endi men o'yladim, apellyatsiya do'stlar, o'sha tashlaysizlar-ku matniga bog'liq deb o'yladim. Chunki oxirida matnlarni sal u yoq bu yog'ini to'g'rilab kuchaytirib yozyapmiz. O'shanda tahlil qilib kanal egasi bilan so'rab, shunda bir narsani tushundim. Endi men shaxsiy fikrim bu. Apellyatsiya kanal ochilishi matnga bog'liq ekan. Men shunaqa fikrga keldim. Ya'niki kanal yopilib ketsa, apellyatsiya matni kuchliroq bo'lishi kerak degan xulosaga keldim. Agar prosta kanalimni ochib beringlar, men xato qilib qo'ydim. Bu xato edi, unday qilma degan matnlarga ochilmayapti. Chunki do'stlar 100 dan oshiq kanalga apellyatsiya tashlaganman. Men shunaqa fikrga keldim. Endi men shaxsiy fikrim bu. Shu oxirgi mana iyun oyida shunaqa ishlayapti qandaydir. Iyun oyida 2026-iyun oyida apellyatsiya matniga qarayapti qandaydir. Shunday apellyatsiya matniga qarayapti. Agar matn yaxshiroq bo'lsa, kanalni ochib yuboryapti. Lekin do'stlar, men har doim aytaman, masalan, mana shunaqa spam bilan yopilgan kanalga sizlarda bo'lsa, endi bo'lmasin u. Agar yopilib qolsa kanallar, ochib beramiz. Ochib berish xizmati pullik, bilasizlar. Nomerimiz 99lik 791 32 32. Kanal ochilsa to'lov qilasizlar do'stlar. Agar kanal ochilmasa to'lov olmaymiz. Shu joyi bor. Kanal ochilsagina to'lov qilasizlar. Hozir aytgan nomerimga Telegram yoki bo'lmasa SMS yozsangiz, Telegramda yoki oddiy SMS yozsangiz kanallarni ko'rib berasiz. Telefon qilmanglar, faqat SMS yoki Telegram do'stlar. Umumiy holatda shunaqa. Apellyatsiya matni kuchli bo'lishi kerak degan xulosaga keldim. Mana u qanaqadir sun'iy intellektlarda ChatGPT yozilgan matnlar o'tmaydi. Chunki ChatGPTga so'rang, mana yozdiring, nima deydi? Men xato qilib qo'ydim. Kanalimni ochib bering. U matnlar o'tmayapti o'sha. Oldin ham o'tmasdi, o'zi nimaga ochilmasdi deb o'ylardim. Endi tahlil ham qilaman sun'iy intellektlar. Keyin xulosa qildim hozir. Apellyatsiya matni kuchli bo'lishi kerak ekan. Apellyatsiya matni kuchliroq bo'lsa, shunday kanal ochilish ehtimoli qandaydir yuqoriroq tuyulyapti. Lekin aytib o'tganimdek 100% kafolat bera olmayman. Kanalingiz 100% ochib beraman deya olmayman. Apellyatsiya tashlaymiz, ochilsa ochildi, ochilmasa qiyin do'stlar, ochiq to'g'risini aytaman. Shuning uchun maslahatim shoshib apellyatsiya tashlab yubormanglar. Masalan, odam soni kamroq bo'lsa, narxini kelishamiz, odam soni ko'proq bo'lsa, uni ham kelishamiz, shunaqa. Nomerlarimizni aytdik, yordam kerak bo'lsa YouTube bo'yicha istalgan xizmat 99lik 791 32 32. Salomat bo'ling.